Shahrimizni yanada yaxshiroq qilish uchun o'z hayotini bag'ishlaganlar, inson hayotini saqlab qoladiganlar, kelajak avlodni tarbiyalayotganlar, turli sinovlarni yengib, o'zlarini yuksak cho'qqilari sari yetaklayotgan haqiqiy mutaxassislar bor. Ular doimiy ravishda o'z ustida ishlashadi va yanada ko'proq narsaga qodir ekanliklarini isbotlashadi. Shuningdek, ular bilan bir qatorda qiyin damlarda himoya qilishga tayyor, mehnat sharoitlarini yaxshilash, imtiyozlar olishda yordam beradigan va o'zaro jamoa orasida yaxshi munosabat yaratishga intilayotganlar bor. Biz Kasaba uyushmasi jamoasimiz. Mehnat muammolarini yechishda yordam beramiz va jamoada do'stona muhit yaratamiz. Biz bilan har kim o'z malakasini oshirishi, sport va madaniy tadbirlarda maroqli vaqt o'tkazishi mumkin. 11 noyabr Kasaba uyushmalari kuni.